Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dünyanın her qaysi joylaridagi aziz Sharqi Turkistonlik qarindoshlarim. Men bugun Muhammed Tursun Uyg'ur efendimning Vatansizlik, qadrsizlik kechirmishlarim degan kitobidan menga nihoyatda qattiq ta'sir qilgan va menga ilhom bo'lgan ba'zi voqealiklar haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Uyg'ur yoshlarimizning ichidagi menga o'xshash siyosatga qiziqadigan, vatanim, xalqim, millatim uchun Alloh yo'lida birikishlik vazifamni ado qilay deydigan siyosat o'rganish xiyolida bo'layotgan qarindoshlarimizga bu kitobni tafsili o'qib chiqishini tavsiya qilaman. Chunki Muhammad Tursun efendim bu kitobda o'zining kichikidan boshlab Xitoy tajovuzchilariga bo'lgan nafratini, ularga qarshi elib bergan faoliyatlarini anglitishdan boshqa chet elga chiqishga majbur bo'lgandan keyin Turkiyaga kelganligini 1997-yildan keyin toki 5,5 yil qadar iqomat ololmasligi, bu jarayonda Xitoyga qarshi nurg'ulg'an faoliyatlarni, nurg'ulg'an diplomatik va boshqa xizmatlarni qilishga tirishganligini, garchi u vaqtdagi ko'pincha vatansevar qarindoshlarimizga bosh bo'ladigan bir fidokor kishi bo'lmasa-mu, Turkiyada tug'ilib cho'ng bo'lgan shu vaqtdagi Sharqiy Turkiston tashkilotlarining boshliqlari bularga qarshi nurg'ulg'an shikoyatlarda bo'lgan bo'lsa-mu, bularni tinchiltirmoqchi bo'lsa-mu, ziyonkashliklarga qaramasdan haqiqatan insonni ta'sirlantiradigan, insonga ulgu bo'ladigan nurg'ulg'an xizmatlarni, amaliy natijalarni qo'lga keltirganligi bizni suyundirdi va bizga ilhom berdi. Bu kitobni o'qigandan keyin qarindoshlarimizning agar bir tashkilot bo'lmasaqmi, tashkilotlar bizga yordam bermagan bo'lsa-mu, biz tashkilotlardan norozi bo'lgan bo'lsak-mu, o'z oldimizga qanday xizmatlarni qilishimiz kerakligi, nimalarni qila oladiganligimiz kerakligi haqida ko'nglimizda nurg'ulg'an son bir nishonlarni turg'izib olishimiz uchun va yo'l xaritasi sizilishimiz uchun ko'p yordamlarda bo'ladi deb o'ylayman. 1997-yili shu mezgillarda Muhammad Tursun efendimga o'xshash vatan uchun, din uchun deb hijrat qilib chiqqan kishilar nurg'ulg'an tashkilotlarga berib o'z fikrlarini o'tirib qo'ygan bo'lsa-mu, ularning vatan uchun ma'lum bir ishlarni qilish niyati borligini aytgan bo'lsa-mu, tashkilotlar ularni orsiga olmaydi. Shunday bo'lishiga qaramay, Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining qurilishiga sabab bo'lgan askarlardan, mujohidlardan birisi bo'lgan, Xitoy tajovuzchilariga qarshi janglardan oldingi saflarda o'rin olgan vatanparvar Barat hojimga o'xshash cho'nglarimizdan 6-7 kishi o'zaro to'xtamasdan fikrlashish, ham suhbatda bo'lish, vatanimiz uchun nima ishlarni qila olamiz deb to'liq o'ylanish va imkoniyatining yetishicha ma'lum bir planlarni tuzib, shu atrofdagi kishilarni tashkillash, namoyishlarni o'rinlashtirish, o'z ichidan va atrofidan ixtiloflarni yig'ish orqali avtobuslarni o'rinlashtirish, shu vaqtdagi kishilarning namoyishga chiqqan kishilarning ushaq-shushak xarajatlaridan tortib, hatto ammiy obunixonaga kirgandagi chiqimlaridan tortib, ustab ketganda ichgan suvlargacha barliq chiqimlarni ko'tarib, boshqa kishilarni namoyishlarga chaqirganligi. Şu vaqtlardagi Turkiya Cumhuriyetining hukumati Sharqiy Turkistonimizni Xitoy tajovuzchilarining zaminining bir parchasi deb e'tirof qilganligi va ay yulduzlik ko'k bayrog'imizni cheklaganligi, Xitoyga qarshi elib berilgan har qanday harakat, faoliyat va namoyishlarni qattiq cheklaganligiga qaramay, nurg'ulg'an kishilar Xitoyga qarshi namoyish qilishdan qo'rqqan, chekingan bo'lsa-mu, bu 6-7 kishi orasida ba'zilarining iqomati bo'lmasa-mu, soqchilarning tutib ketish xavfiga qarshilikqa qaramasdan yanada o'zining Xitoy tajovuzchilariga qarshi g'azab, nafratini va qarshiligini ifodalash uchun ko'chalarda namoyish qilganligi, soqchilar u yoqdan to'sib bayroqlarini tortib olsa, boshqa ko'chaga o'tib yana davomlashtirganligi. Undan keyin 2-3 yil mushkil shaklda to'xtamasdan faoliyatlarni qilgandan sirt bu faoliyatlarga ketgan chiqimlarni o'z yanchug'idan chiqarib, yanchug'ida bo'lmasa qarz ilib turib, bu faoliyatni qilib bo'lgandan keyin 2-3 oygacha ishlab, shu faoliyatlarga ketgan chiqimlarni qarzlarini to'lash bilan o'tganligi. Undan keyin ishlarning Xitoy tajovuzchilariga qarshi turish harakatining bu xil shaklda yurmaydiganligini, bu xil shaklda tanaki qilolmaydiganligini his qilib, o'ziga bir bosh, yana bir rais tepish kerakligini o'ylab, yana davomli shaklda o'qigan, ziyoli bo'lgan, diplomatik munosabatlardagi kishilar bilan bo'lgan munosabatlarda yaxshi bo'lgan kishilarni izlaydi va Mahmud Pidai bilan tanishib, bu Pidailarning raisi bo'lishini va vatan xalq uchun xizmat qilish uchun yaxshi nasihatlarni, da'vatlarni qilish orqali Mahmud Pidai efendimni qoyil qiladi. Mahmud Pidai efendim ko'p o'qigan, doktorlik kasbi bilan shug'ullanadigan, kishilik munosabatda axloqi yaxshi kishi bo'lib, shu vaqtdagi hukumat amallarlari bilan, hatto dengiz ishlari ministri bilan asosli do'stlik munosabatini o'rnatib, shu vaqtdagi Turkiya Cumhuriyeti hukumatining nurg'ulg'an Uyg'urlarni
ayrım şekilde Xitoyga qaytarganlik vaqasi yuz berayotganligi uchun Mahmud Fidoyi va Muhammad Tursun efendim, Barat Hacım qatarlıq bir neçə kişi davamlıq şekilde diplomatiya xizmeti elib beriş arqılıq ma'lum bir tashkilot bo'lmasimi, dernek bo'lmasimi, Sharqiy Turkistonliklar nomidan sovg'a salomlarni elib berib, o'z dardlarini anlatib, Xitoy tajovuzchilariga Uyg'urlarni qaytarmasligi haqida nurg'unlagan talablarni o'tirib qo'yish arqılıq 60 ga yaqin Uyg'urning Xitoy tajovuzchilarining qo'liga tushib ketishining oldini elib, ularni qutqizib qolgan. Undan keyin Xitoy tajovuzchilari Sovet ittifoqining yasab chiqqan ustida aeroplan, ya'ni urush aeroplanlari uchadigan Variant ismli urush kemisini Xitoy tajovuzchilari 20 million dollarga setib olib, Ukrainadan bir necha kemiga so'ratish orqali toki Xitoyga olib ketish uchun İstanbul bo'g'izini o'tkazishga harakat qilgan. Bunu anlagan Muhammad Tursun efendim ve Mahmud Fidoyi efendimler derhal Deniz İşler Ministri bilen görüş arqılıq Xitoy tajovuzchilarining bu kemini İstanbul bo'g'izini o'tkazib olsa, onu urush aeroplanı uçurduğun urush kemisiga aylandırdıganligini, bunun xalqarada Xitoyni nihoyatda kuchlantirishiga sabab bo'lganligini va Sharqiy Turkistonda elib berilayotgan zulm va qirg'inchilikni texim kuchayib ketirganligini aytib, toki 1,5 yilga qadar nurg'unlagan kurash, nurg'unlagan tirishchanliklardan keyin bu paraxodni İstanbul bo'g'izini o'tkazmasdan tutib turadi. Ammo shu vaqtdagi hukumatning boshlig'i bo'lgan Ejevitga Xitoy elchixonasi sovg'a salomlarni berish orqali va nurg'unlagan Xitoylarning Turkiyaga to'xtamasdan sayohatga olib kelganligi va Turkiyaga nurg'unlagan yaxshi va'dalarni berish orqali bu paraxodni majburiy shaklda o'tkazib ketgan. Shunday bo'lishiga qaramay, Turkiyadagi bu fidoilar Xitoy tajovuzchilariga bu kemning berilmasligi, bu bo'g'ozni o'tkazmasligi uchun to'xtamasdan namoyish qilgan va bu namoyish yana shu tashkilotlar tomonidan qarshilik uchirgan, hukumat tomonidan qarshilik uchirgan ekan. Shunday xatarlik vaziyatlarda nurg'unlagan Sharqiy Turkistonliklar Turkiyadan top bo'lib Yevropaga va boshqa davlatlarga chiqib qolgan mezgilda bu yosh fidoilar Turkiyaning bir Türk tuprog'i, agar butun Sharqiy Turkistonliklar bizning ikkinchi vatanimiz bo'lgan Turkiyadan, qarindosh millatimiz Türk xalqining bu tuproqlaridan, bu davlatlardan chiqib ketsa, Sharqiy Turkiston da'vosi Turkiyada butunlay tugagandan so'ng Xitoy tajovuzchilarining har xil diplomatik munosabatlarda va kelishimlarda Xitoyning changallig'iga tushib ketishganligini ansirab, o'z hayotini va o'z bexatarligini bir yoqqa qo'yib qo'yib, Sharqiy Turkiston da'vosini Xitoyga qarshi Turkiyada ilib berish uchun bir qarorga keldi va to'xtamasdan tirishchanlik ko'rsatish orqali Sharqiy Turkiston da'vosining, Sharqiy Turkiston ko'rishining va Turkiya siyosatining mushu holatga kelishiga sababchi bo'ldi. Muhammad Tursun efendim, Mahmud Fidoyi efendimning xizmatlaridan ta'sirlanib, samimiyatidan va tirishchanliklaridan mamnun bo'lib, bu kishining bir mukofotni haq ettirganligi, bu kishini mukofotlashga arziydiganligini tushunib, atrofidagi kishilarga Mahmud Fidoyining bu xizmatlari uchun bu kishini Sharqiy Turkiston medalyoni bilan mukofotlaydi. O'zaro iqtisodimizni yig'ish qilib, Turkiya siyosatchilarini chaqirib, atrofimizdagi Uyg'ur qarindoshlarimizni chaqirib, ham kuch ko'rsatish, ham turk siyosatchilarining hissasini qo'zg'atish uchun alohida bir mehmonxonani ijara elib, ularni esil tamoqlar bilan mehmon qilib, 18 gram atrofidagi bir oltin medalni yasatib, Mahmud Fidoyini mukofotlash faoliyati elib boraylik deb fikrni o'tirib qo'ydi. U vaqtdagi Fidoyi qarindoshlarimizning iqtisodiy ahvoli to'g'ri yaxshi bo'lmaganligi uchun bu xil faoliyatni o'rinlashtira olamizmi, o'rinlashtira olmaymizmi, buningga taqtimiz yetamdi. Biz oddiyroq bir faoliyat qilib bo'lsa, buni mukofotlaylik deb fikrlarni o'tirib qo'yishgan bo'lsa-mu, Muhammad Tursun efendim bu faoliyatni cho'qim ravros, ko'rkam va kishilarning havasini qo'zg'ag'udek shaklda ilib berishimiz kerak deb o'ylab, har tarafdan qarz ilishga boshlaydi va oltin medalyonni zakaz qiladi. Undan keyin Mahmud Fidoyi efendimni bu mukofotlash faoliyati haqida bilgilendirgandan keyin Mahmud Fidoyi efendim nihoyat mamnun bo'ldi va xushal bo'ldi. Atrofidagi turk siyosatchilarini, Deniz ishlar ministrini chaqirdiganligini aytdi. Bu faoliyatda 100 ga yaqin Sharqiy Turkistonlik va 50 ga yaqin turk siyosatchilar qatnashdi va Turkiyada nurg'un g'ulg'ullarni va ta'sirlarni qo'zg'aydi. Ya'ni bu yerda ham har qanday muhit, sharoit, vaziyatga qaramasdan vatan uchun xizmat qilib bo'ladiganligini va vatan xalq uchun xizmat qilgan kishilarni taqtimiz bo'lsin qadr qimmatini qilishimiz kerakligini qilolmaydiganligimizni. Bu orqali boshqalarning vatan xalq uchun xizmat qilgan odamning qadr qimmati bo'ladi. Biz bu vatan uchun xizmat qila olamiz degan bir ideyaga olib kelish uchun ulgu yarata olamiz. Buningdan 20-30 yil burun bo'layotgan bu voqealiklar bugungi jamiyatimizda xalqimiz orasida nihoyat oz ko'rilyotdi va tadrijiy holatda sustlab ketib bordi. Hozirgi vaziyatimizga qaraydigan bo'lsak, yillardan beri
tecrübege ega bo'lgan, vatan xalq uchun xizmat qilayotgan, siyoset bilan shug'ullanayotgan Uyg'urlar orasidagi sanoqli kishilarimizning hozirgi bugungi siyoset maydonida qanchiligi kelib qoldi? Qanchalik kishilar yana davomli shaklda Xitoy tajovuzlariga qarshi sabit qadam mustahkam turib harakatini davom qilyotdi? Qanchilgan kishilar 1-2 yildan yoqqa yo'qolib ketyotdi? Buning sabablari nima? Bizga Turkiya Cumhuriyati ichida nurg'unlagan yaxshi sharoitlar, yaxshi fursatlar, kengrichiliklar mavjud. Har qanday bir siyosiy partiyaga borsak, har qanday bir siyosatchining va yoki diniy ustozlarning oldiga borsak, biz Sharqiy Turkistonlik, biz Uyg'ur degan zaman bizga hurmat ko'rsatadi. Bizni qarshi oladi. Hargiz bizni rad qilmaydi. Biz mana shu sharoitlardan, vaziyatlardan, zamondan muvofiq va yaxshi foydalanishimiz kerak. İnşallah kitobning oxirini yana davomli o'qigandan keyin qarindoshlarimizni ma'lumotlantirishga tirishaman. Alloh subhanahu va taolo ishlarimizni xayrli qilgan, ko'rishga bo'lg'aysiz.